Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah ve ba'd. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma ya rabbel alamin. Bugün kelgan dersimiz bolsa Fiqhul Hanefi ve Adilletu degan kitap. Nang babu tayammum degan babga keldik. Babu at-tayammum. Tayammum babıga taharetniki birinci su bilan kılıngan taharetni tugutib tuproq bilan ilinadigan taharet, ya'ni taharetning xalifi bo'lgan suv tepilmaganda suni o'rnida ishlatiladigan tayammum babiga keldik. Endi tayammum degan aslisi tayammumning lug'at ma'nosi qasd qilish degan gap. Normal qasd qilish, ya'ni maqsad qilish. Nima maqsad qilish? Ya'ni istilohdagi ma'nosi suv tepilmagan chog'da pok tuproqqa maqsad qilish. Yani pok tuproq bilan taharat qilishga yuzlanish degan gap. Pok tuproq bilan taharat ilişka yüzleniş degan. Demek şunun için bir şey nima tayammum degan ismidan nima chiqib turgan? Niyat. Tushunarlimi? Bir adam taharat etishni, yüzlenishni niyat qilmaylam, tayammum qo'ysa tayammumning bo'lmaydi. Tayammumning ismidan tayammumniki niyatining farzligi chiqib turadi. Ya'ni yüzlenish, qasd qilish, maqsad qilish, niyat qilish degan gap chiqib turadi. Xo'sh. Endi tayammum degan min xasoisi hadihi al-umma. Bu ümmetinin hususiyetlerinden, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinin hususiyetlerindendir. Nemiş kâli? Kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavlini cidden. U'titu khamsen lem yu'tahunne ahadun qabli. Ben 5 xil hususiyetini bildim. Bu hususiyetini menden burun hiç kimge birilmegen idi. Kâne kullu nebiyyin yub'athu ila kavmihi khassaten. Her bir peygamber özünün kavmige khas halda evetiletti. Amma men ve bu'ithu ila kulli ahmara ve aswad. Men hemme, yani her bir kızıl ve qarıga evetledim degan gap. Aqvay, qarvay. Çoğun joyda esa dünyada adamning ikki tabiqida biri qizil bo'ladi, biri qora bo'ladi. Men demek bütün insonga, yani men bu şu zamanda, hozirgi zamanda tortib qiyomatga qadar bütün insonga payg'ambar qilib evatdim. Shunga İnne arsalnake kâffeten linnas. Kâffeten linnas diyen şu ma'nini tushundirildi. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alamin diyen şunu tushundirildi. Tushundingizmi? Ve uhillet liyal ganaimu ve lem tuhalla li ahadin qabli. Bana ganimetler halal kılındı. Menden burun hiç kimge halal kılınmagan idi. Ve cu'ilet liyal ardu tayyibeten. Yoki tayyibeten sanılmadı. Bana zemin pak kılındı. Tahuren, paklığı kılındı. Ve mescid kılındı. Yani zemin pak. Zemin toprak veya bir kimin yuhpap kalsa kim nicislik kalmaydı. Zemin paklığı için. Ben eğer nicaset münasip olsa zemin su tapamızdan topuğu çıksam pak bulunur. Hatta ki su tapamızdan su bilen taharet alayım ben demek için. Ve mescid kılındı. Yani ben zeminnin qanday yerda namoz o'qisam bo'ladigan bo'ldi. Ilgirki ummatlar chuqur masjidda namoz o'qish shart edi. Chuqur nimada keniysa o'ziniki ibodatxonasida ibodat qilish qanday edi bo'lsa ibodat qilamiz, namoz o'qimaydi, ibodat qilmaydi. Lekin bizga qanday yerda ibodat qilsa bo'ladiganlik qilindi deydi. Fa ayyama rajulin adrakathu as-salah, qaysi bir odamni namoz topsa, namoz vaqti kirib qolsa, salla haythukan, bo'lgan yerda namoz o'qishi bo'ladi. Ve nusirtu bir ru'bi beyne yedey mesireti şermen. Bir aylık musafirinin aldığını ala korkunuş bilen yerden birildim. Yani benim düşmanım ben mansam başı arkamızda bir aylık musafir olsun mu, bir aylık musafirge benimki hayvetim belki durdu. Ola ben onu yanına kiliştim, bir ay baldır kokap iştahımızı geçtirildi. Kokap. Demek Allah Teala Muhammed'e hayvet atakıdı demek için. Ve utitu şefa'a. Şefaatini verildim. Peygamber İslam şefaat uzma verildi. Şefaat uzma kıyamet günü bütün peygamberler şefaat kılınmayan çağda Peygamber İslam şefaat kılıyor. Ve şuri'at teyemmumu fi gazveti el-Murisiyya. Teyemmum kılış Murisi gazıtıda yolu koyulgan idi. Ayşe radıyallahu anh'a rivayet kılındı, uzatmadak dedi. Harajna ma'a Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi ba'di esfarihi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birge onun seferlerinin bazısında çıktık. Hatta idâ kunna bil beyda. Ta ki biz Beyda degan joyda bo'lgan vaqtimizda
ev zatil ceyş yoki zatil ceyş degan yerde, biz yer nomi bu. Yerde bo'lgan vaqtimizda inqata'a iqdun li. Mening bir marjinim, bo'ynim ostidagi bir marjan yoki bir zanjir. Zanjirim uzilib ketib, nima qoldi? Tushib qoldi. Inqata'a degan uzilib ketdi degan gap, uzilib ketdi degan gap, uzilib ketgan ko'rgan bo'lsa o'zi oladi. Uzilib ketdi demiş oldu, tushib qoldi. Ben bilmayman, uzilib ketdi, tushib qoldi demakchi. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu zincirini yoki şu marjanını izlesh uchun to'xtab turdi. Ve aqamen nasu ma'ah. Kishilar Rasululloh bilan birga to'xtab turdi. Ve leysu ala ma'in ve leysa ma'ahum ma. Ular suv ustida emas edi. Yani bir suv ustida emas degan gap, ularning yanında bir ko'lchak yoki daryo bir narsa yo'q edi. Ve leysa ma'ahum, ular bilan birga ham suv yo'q edi. Bile tulumda su ilamagan idi. Fa'atan nasu Abu Bakr radhiyallahu anhu faqalu. Şunu olan kişiler Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yanına gelip bundaq dedi. Ala tara ma sana'at Aisha? Qarmam sen Aishaning nima qilganligiga. Bizde su olmasa, ya yanımızda ko'lchak daryo bo'lmasa, bakan marjanni yutib hammalar to'xtab turdi deb Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu yanına keldi. Aqamat bi Rasulillah deb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni ve başka kişilerini hemen to'xtatib qo'ydi. Ve leysu ala ma ve leysa ma'ahum ma. Ular su ustida emas, su bilan birga emas. Ular bilan su yo'q. Shuni bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu keldi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vadi'un ra'sahu ala fakhzi qad nam. Resulullah meniki lutamg'i beshini qo'yib uxlab qolganlik edi. Faqal Resulullah dedi ki: "Habisti Resulullah ve nas." Sen Resulullah'ını ve başka kişilerini şu bir macununda to'xtatib qo'ydingmi? Ve leysu ala ma'in ve leysa ma'ahum ma. Ular suv ustida emas, yoki ularning suvi yo'q. Qalat Aisha radhiyallohu anha bunday dedi. Fa'atabani Abu Bakr. Abu Bakr radhiyallohu anhu menga qattiq malamat qildi, menga qattiq qayg'urdi. Menga qattiq qayg'urdi. Ve dedi ki: "Ve qala ma sha'allahu en yaqul." Yani Allah Teala deyişini xalagandan birini dedi. Ve ceale yet'anu biyedihi fi khasirati ve üzünki kul ulan oy müdaqadama deb yani bilimga kul ulan nuqug'lutdi. Fema mena'ani min at-taharruki illa makanu Rasulillahi ala fakhzi. Meni midlashtin hojan deb midlab selishtin. Fakat Rasulullah meni lutamda beshini qo'yib uxlab qolgandikilam shu sababdan men midlanmay shu turdim. Fanama Rasulullah. Resulullah uxlab qoldi hatta asbaha ala g'ayri ma. Resulullah şu uxlaganligi edi. Taki Peygamber tong atqizdi ala g'ayri ma, su yo'q. Tong atqanda su yo'q edi. Fanzalallohu azza ve celle, Allah azza ve celle teyemmüm ayetini nazil qildi. Allah azza ve celle teyemmüm ayetini nazil qildi. Faqala Usayd ibn Hudayr radhiyallohu anhu dedi. Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr. Şu çağda Usayd ibn Hudayr radhiyallohu anh dedi ki: "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr." Ey Abi Bakr ailesi, bu sizlarning eng birinchi barakatinglar emas. Sizlarning dinga qo'shgan to'panglar adadsiz ko'p. Sizlarning sababinglardan bo'lgan barakat yamanjiq. Bu sizlarning eng avvalgi barakatinglar emas demek. Demek yani mushumu Aisha radhiyallohu anh'ning marjanining uzilib qolishi, yib ketishi nimaga sabab bo'ldi? Teyemmüm ayetining tushishiga sabab bo'ldi. Sizlarning barakatinglardan teyemmüm ayeti bir kamchilik bo'ldi. Lekin bu kamchilik, bu barakat sizning bir barakatinglar emas. Sizlarning sababinglardan nurg'ullig'a, yaxshiliklarga erishdi musulmonlar. Anladın? Bu sana poğlu bulmaydı demekçi. Qalet Aisha radhiyallohu anha dedi ki: "Feba'athna el-ba'ir allazi kuntu alayhi fewajadna al-iqda tahtahu." Biz men mingen tügünü nima qildik? Men mingen tügünü qo'zg'udik. Onu qo'parib, shunda qo'zg'alsak, fewajadna al-iqda marjanni şu tügünün ostidan topdik deydi. Ve fi rivayetin cezakillahu hayran fe vallahi ma nazala biki emrun qattu illa cealallahu leki minhu mahraca ve ceale lil muslimine fihi baraka. Yani bu rivayette dedi ki Usayd ibn Hudayr dedi yine bir rivayette cezakillahu hayran. Allah sizni yaxshilik bilan mukofotlasin. Allah bilan qasam ki sizga bir ish, hargiz bir ish tushib boqmadi.
Eğer düşüp kalsa Allah Teala sizge muş işten çıkış yolunu qilib berdi ve başka Müslümanlara bu işte bereketli kıldı deydi. Ve rava Ebu Zer'in an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kılıp dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi İnnes sa'idet tayyibe vedu'ul muslimi velev aşra hicecin deydi. Şüphesiz ki es-sa'idet tayyib degan pak tuproq degan musulmonning tahorat suyudur. Vadu degan tahorat oladigan narsa. Shuningdek ma yudau bi, ma yutawaddau bi. Vadu degan vudu bo'lsa tahoratning ismi, tahorat. Vadu bo'lsa tahorat elinadigan suv yoki tahorat elinadigan nima tuproq. Demak nima deymiz? Tahorat elinadigan narsa. Tahorat elinadigan narsadir. Velev eğer çanda 10 yıl olsun bir adam 10 yıl su yok, 3 gün su yok yaşaş mümkün emez. 3 gün degan bir rakam mümkün adam. Eğer çanda 10 yıl su yok yaşasa mı bu adam 10 yıl teyemmüm namaz koydu. Tuproq nima uchun suvni o'rnini besib turaveradi. Fa idza wajada ma'an qachonki suvni topsa falyamassa basharatahu fa inna zalika khayr degan gap. Agar suvni topsa o'zining terisiga suvni tekkizsin. Chunki ashu yaxshidir. Fa inna zalika khayr. Chunki suvni tekkizgani yaxshidir deydi. Amaliyat uchun esa suvni ko'rgan hamon tayammum sinib ketadi. Ta'tilish kerak. Shuni ishoratdan chiqib turadi. Va mafhumuhu lug'aviy endi bizga da'vat ediki, tayammum degandagi lug'aviy, lug'at ya'ni tilga oid bo'lgan lug'aviy mafhumi, tushunchasi al-qasdu mutlaqan, mutlaq qasd qilish, maqsad qilish degan gap, yuzlanish. Va shar'iy, uniki shar'iy ma'nosi bo'lsa al-qasdu ila as-sa'id at-tahir lit-tathhir, ya'ni poklash uchun, tahorat qilish uchun pok tuproqqa yuzlanish degan bo'ladi, maqsad qilish. Aw ismun limashil wajhi wal yadayni min as-sa'id at-tahir. Yoki bu pok tuproqdan yuzni va ikki qo'lni surishniki, pok tuproqni yuziga va ikki qo'liga surishning ismidir. Faman lam yajid ma'an, kimki suvni topolmasa va huwa musafir, halbuki u musafirdir va baynahu va baynal baladi milun fa akthar, uni bilan shaharning orasida bir mil, bir chaqirimdan ko'proq ya bo'lib qolsa, val milu fil lug'ati, endi mil degan nima desa, mil degan lug'atda qadra muntahal basar, ya'ni ko'z yetim miqdori. Shunda qarasa, bir ko'z yetim miqdori yana bir mil deb ataladi. Bizda bir chaqirimni deb qo'yamiz. Bir to'lsa ovoz bog'da bir yarim nima, bir mil deb ataladi. Va huwa thalathu farsakhin, 3 farsak, 1 mil 3 farsak bo'ladi. 3 farsak degan nima? 4000 dira. Ya'ni 4000 gaz, ya'ni 2000 metr. 2000 metr degan 2 kilometr degan. Ya'ni 2 kilometr aniq 1 mil degan 2 kilometr. Agar 2 kilometr aniq qolgan bo'lsa, shahar bilan shuniki suv bo'lmasa tartas bo'ladi. Ammo 2 kilometr az qolgan bo'lsa, yurgidagi shahar kilometr tartas bo'ladi. An-Nafi'an ibn Umar. Nafi'atun ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat muzat qildi. Ra'aytu an-nabiyya sallallohu alayhi vasallam tayammama bi mawdi'in yuqalu lahu mirbadun ni'am. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mirbadun ni'am deyiladigan bir yerde tayammum qilayotganligini ko'rdim. Ve huve yara buyutel Medine. Halbuki u Medine'nin öylerini ko'rib turadi deydi. Mustadrak buni Hakimning rivoyat qilgan. Vel ma'u endi 5 ta nima deyotdi? Mümkün bazı öyle ki mesela bek çöllük tüzemlik olsa takdir olmasa 2 kilometre aralıklı öyle körünüp durdu tabii ki. 2 kilometre aralıklı öyle demek körünüp durdu. O karşı gelmeydik. Uzup karşı gelmeydik. Ama tağlap karşı körünmeydi tabii. Vel ma'u ma'dumun hakikaten yeteyemmemu bis-sa'id. Su degan vel ma'u ma'dumun hakikaten yeteyemmemu bis-sa'idi. Vel ma'u ma'dumun hakikaten, yani iza kana'l ma'u, eğer su hakikaten yok bo'lsa, nima qiladi? Pok tuproq bilan tayammum qiladi. Demiş qali qavlihi ta'ala, Allah Ta'ala'nın qavlini chetidan fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah Ta'ala dedi, pok tuproqqa, eğer su topolmasanglar, pok tuproqqa qasd qilinglar, ya'ni pok tuproqqa yuzlaninglar dedi. Vel mu'tabaru al-masaf, vel mu'tabar al-masafatu duna khawfin
Favtul vaqt. Endi bir şeyde hakiki muteber qata qiladigan hakiki vaqt endi. Shariat qata qiladigan vaqt duna xavfin favtul vaqti degan. Shu qanchalik ya bo'lsa, qanchalik oyliqda suv bo'lmasa, tayamum qilsa bo'ladi desa, eng qatag'i ilindig'ini vaqtning chiqib ketishidir. Vaqtning chiqib ketishidan qo'rqash. Agar men suv izlab mansam, men bir bo'g'icha namozning vaqti chiqib ketgan holat o'zini qilamiz, shu chaqda tayamum qilaveramiz. O chaqda oyliq qancha kilometr deb o'tmaymiz. Qancha kilometr bo'lsin, agar men suvni tepib, o'tib bo'g'icha taratdiki namoz vaqti chiqqan holat bo'lsa, tayamum qilishar. Hatto mayit namozida masalan, janoza namozida bir odam namoz o'qib taratim ketdi. Namoz janozamizda. Agar bu suv tartag'i chiqsin bo'ladi, namoz mayit namozni o'qib bo'ladi. Ayni chaqda qanday qilgan gap? Tayamum qilib qo'ygan gap. Mayit namozni cho'di, sayid namozni shundoq. Tartag'i olsa, namoz o'qib qo'ygan bo'lsa, tayamum qilib qo'ygan gap. Tushundingmi? Ma'lum. Namozning vaqti chiqib ketganda tayamum qilsa bo'laveradi. Tartag'sa namoz vaqti chiqqan bo'lib qolsa. Ma'lum, bu chaqda musofa qata qilinmaydi. Ve huve caizun minel hadasi ve minel cema'a. Tayamum qilish taharatsizlikdan ve cemaatdan caizdir. Bir adam tartığımızı tayamum qilsa bo'ladi. Bir adam junub bo'lib qolgan bo'lsa tayamum qilsa bo'laveradi. O'xshash. Tushundingmi? Lekin uning nima bo'lmaydi o? Junub bo'lib qolgan odam tubida yumunini bo'lmaydi. O'xshash. Tayamum bir xil shaklda. Bir o'rib yuzni silaydi, bir o'rib va bilakini silaydi. Tugadi. ولقول علي وابن عباس رضي الله عنهما لنا قول جديد في تأويل أو لامستم النساء ديgan ayet أو لامستم النساء yani ayollarni لامستم النساء degan ma'nosi ayollar bilan jima qilsanglar degan bo'ldi. Ayollar bilan jima chunki tayamum oyati أو لامستم النساء degan oyatning keyin kelganda oyatning oxirisi. Unda bo'lgandan keyin أو لامستم النساء degan ma'nosi jima qilsang degan gap, jima qilsang tartasang, g'usl qilsang bo'ldi deb kelib, endi suv topolmasanglar tayamum paktifroq yüzünler degan oyatning ma'nosi ya'ni paktifroq jimaning junubning g'uslning o'rnida turadi, nimaning o'rnida turadi, kichik taratning o'rnida turadi degan bo'ldi. Xilafen li Ömer ve İbn Abdullah ibn Mesud radhiyallohu anhu xilaf qildi. Avvalahu bimasli yedi. Bu ishkelan bu yerdagi ayollarni silasanglar degandiki oyatni qo'l bilan silasanglar ta'bir qildi. Ya'ni jama qilsanglarga ta'bir qilmadi. ولا كراهة لفاقد الماء من مجامعة زوجته. Endi ولا كراهة لفاقد الماء من مجامعة زوجته. Su yo'q odam, su topolmagan odam o'zining ayoli bilan jama qilsa, uning karahiyati yo'q. Su yo'q odam endi qolib jama qilsa, bakadim bakaga su yo'q bilib turib jama qilib bitsa makruh bo'ladi degan gap yo'q. Tayamum bo'lma, tayamum mutlaq holatda suni o'rnida besiveradi. ولو كان يجد الماء ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه بالتحرك أو الاستعمال. Eğer su baken bırak o kiselken yani eğer sunu işlerse onun kisili ehil bulup gidişidin بالتحرك أو الاستعمال yani sunu mediritiş yani sunu yanına bağlı hareketlense kisile ehilap giderken ya sunu işlerse kisile ehilap giderken ev ebta'a bur'uhu ya ki sunu işlerse onun kisinin sakışı küçük kaldıgan bolsa bunda halatda ham tayamum qiladi. Demiş qalsa lima rawa Sa'id ibn Jubayr'in an ibn Abbas. Sa'id ibn Jubayr radhiyallohu anhu ibn Abbas radhiyallohu anhu rivayet qilgan hadisini aytadi. Qal dedi ki rukhisa lil maridi at-tayammum bis-sa'idi. Kiselga paktifroq bilan tayamum qilish ruxsat qilindi degan hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhu rivayet qilindi anna rajulan asabahu jurhun. Bir odamga bir jarohat paydo bo'lib qoldi. Jarohat bir odam yaralanib qoldi Rasululloh zamonasida. Fa umira bil igtisal. Bu odamni g'usl qilishga buyurildi, famat bu odam o'lib qoldi. Fa balagha zalika an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bu xabar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetdi. Faqal Rasululloh dediki qataluhu qatalahumulloh. Ular bu odamni o'ldiribdi. Ular bu adamni o'ltiribdi. Allah ularga la'nat qilsin. Alam yakun shifaul ayyi sual? Yani kasallik shifasi bir so'rash emasmi? deb qo'ydi. Aw kana la yaqdiru ala al-wudu'i bi nafsihi. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima debdi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qayib ularga. Tushundingmi? Bu yerda bu odamga nima qildi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam? Nima shu odamni kasalligini bilib turib
nima uchun buni g'usl qilishga buyuruydi? Bir bilmagan bo'lsa so'rasa bo'lmamdi. Bilmasa, mendinki so'rasa bo'lmamdi. Nima uchun buni g'usl qilishga buyurib o'tirib o'tdi bu? Deb payg'ambar alayhisalom qattiq qaygan edi. Shuning uchun kasal odamga tayammum qilish nima joiz. Aw kana la yaqdiru ala al-wudu yakamdi. Bu o'zi ta'tilishga qodir bo'lmaydi ekan, li ajzihi. Ojiz bo'lganlik uchun savaun wujida man yuwaddihu am lam yujad. Buni taharat aldırıp qo'yadigan odam bor bo'lsin yoki bor bo'lmasin. Taharat aldırgan odamni topsin yoki topolmasin. Lam yajid desanglar, yoki topolmasin o'xshash. Bunda odamga tayammum qilishi joiz bo'ladi. Va hiya mas'alatul qadiri bi qudratil ghayri ajizun indal imam. Bu bo'lsa, ya'ni mas'alatul qadiri bi qudratil ghayrining qudrati bilan qodir bo'lishning masalasi. Bu ajizun indal imam. G'ayrining qudrati bilan qodir bo'ladigan odam nimadir? Ojiz. Imom Azamning qarashida ojiz deb ataladi. Qodirun inda Abu Yusuf Muhammad. Abu Yusuf Imom Muhammad rahimahullohning qarashida qodir deb ataladi. Vel imamu la ya'tabirul mukallafa qadiran bi qudrati ghayrihi. Imom o'zining g'ayrining qudrati bilan qodir bo'lgan mukallafni e'tiborga olmaydi. Mukallaf deb e'tiborga olmaydi. Li'anna al-inson, chunki inson innama yu'addu qadiran idha ikhtassa bi halatin tuhayya lahu al-fi'lu mata arada. Va hada la yatahaqqaqu bi qudrati ghayri. Chunki inson degan qodir deb hisoblanadi qachon, ya'ni uningga bir ishni qilish, qachon iroda qilsa qilish tayyorlangan bir holatda. Shunda holat xos bo'lgan chaqda qodir deb sanaladi. Va hada la bu o'zining g'ayrining qudratidan tahqiq topmaydi bunday ish. O'zining g'ayrining qudratidan tahqiq topmaydi, ammo ro'yobga chiqmaydi. Va ala hada law badala al-ibnu al-mal wa at-ta'ata li abi. Buningga asosan, bu qoidaga asosan, agar o'g'il molni va ta'ata degan gap bir muncha itoatni o'zining dadasiga bersa, la yalzamuhu al-hajj. Ya'ni bir adam o'g'il bo'lsa, bir muncha mol va ta'at degan gap dadasiga itoat qilib bo'ysunsa, dadasiga mol bersa masalan, la yalzamuhu al-hajj. Dadasiga haj lozim kelmaydi. Nimishqa bolasiniki men bilan qilingan ish bo'lganlik uchun. Qachon qilaydi emas. Bolasini insof kelganda qilaydi-da, yuzli bo'lganga yetmaydi deydi. Va kaza man wajabat alayhi kaffara. Shuningdek bir odamning gadinga kafarat vojib bo'lgan bo'lsa, va huwa ma'dumun fa badala insonun lahu mal. Va huwa muaddamun yoki ma'dumun bo'lish kerak deb bu yerda. Fa huwa mu'damun bo'ladi. Bir odamning gadinga kafarat vojib bo'lgan bo'lsa, va huwa mu'dam degan gap, ya'ni unda pul yo'q ekan, pul mol buni yo'q ekan, fa badala insonun lahu mal. Bir inson unga molni bergan bo'lsa, yana gadinga va kaza man wajabat alayhi kaffara va huwa mu'dim. Kafarat bilish vojib bo'libdi, pul yo'q ekan, yana bir inson unga molni bergan bo'lsa, shunga o'xshaydi. Degan bunga bu molni kafarat qilib to'lash vojib kelmaydi gadinga deydi. G'ayrining moli bo'lganlik uchun. Raval Buxoriy, Imom Buxoriy ta'liq qilib, ta'liq degan tushunarli ta'liq qilish qanday hadis, ya'ni hadisniki butunlay sanadini azb qilib o'tib, falon mundada deb bo'lib ketish, ya'ni sanadlarni kesib o'tib qolgan yerdan. Kesib o'tilgan hadisda o'tilgan ta'liq deb ataladi. Imom Buxoriy ta'liq qilib bunday dedi. Qala al-Hasanu fil maridi indahu Hasan Basri rahimahulloh bunday dedi. Fil maridi kasal haqida indahu al-ma'u va la yajidu man yunawiluhu yatayammam. Bir kasal bo'lgan, qishida suv bo'lgan, sunib beradigan odam topolmasa, tayammum qiladi degan edi. Walau khafa al-junubu in igtasala ay yaqtulahu al-barad. Agar junub bo'lib qolgan odam, agar g'usl qilsa buni suv o'tirib qo'yishini yoki aw yumarriduhu yoki kasal qilib qo'yishini qo'rqsa, tayammum pak tuproq bilan tayammum qiladi. Xorijal balad bil ijma'. Shahar sirtida bil ijma'. Ya'ni Imom Abu Hanifa, Abu Yusuf Muhammad ijma' bilan shahar sirtida tayammum qiladi. Va inda Abi Hanifa rahimahullohning qarashida yatayammamu walau fil baladi khilafan lahuma. Degan shahar bo'lsa desa Imom Abu Hanifa rahimahullohning qarashida tayammum qilaveradi, boshqalarning xilaf holda. Li nudratil wuqu'. Bunda shiki yuz berishi nodir bo'lganligi uchun. Va daliluhu Imom Azamning dalili bo'lsa, anna al-ajza thabitun haqiqatan fala budda min i'tibarihi. Bu yerda ojizlik haqiqatan sabitdir, uni e'tibor qilish lozim. Mushu fatvo mushuning beriladi. Qabul imomning qavliga.
Yani Amr ibn As radıyallahu anh rivayet kılındı. Lemma ba'asehu Resulullah. Amr ibn As radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zati selasını degen evetke vaqtida. Kale. Amr ibn As radıyallahu anh dedi. İhtelemtu fi leyletin baridetin şedidetel berdi. Ben soğuk intayin kattık bir keçide, soğuk bir keçide ihtilamla kaldım deydi. İhtelemtu fi leyletin baridetin şedidetel berdi. Yani soğuk intayin kattık bir soğuk bir keçide ihtilamla kaldım. Fe eşfaktu in ihteseltu en ehlek. Yani eğer gusül kılsam halak buluşumdan korktum. Feteyemmemtu thumme sallaytu bi ashabi salate subh. Teyemmüm kıldım. Andaki meneki ashablarımla billah bomdat namazını okudum. Kale Amr ibn As mıntıqdaydı. Felemma qadimna ala Resulillah. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadem geldiği vaktimizde zekertu zalike leh. Aşını Resulullah zikir kıldım. Fekale. Resulullah dedi ki ya Amr, ey Amr. Sallayte bi ashabike ve ente cunub. Sen senin ashablarına olan sen cunub halinde namaz okudun mu? Namaz okudun mu? Kale. Amr ibn As dedi ki kultu ne'am ya Resulallah. Ha ya Resulallah dedim. İnni ihtelemtu fi leyletin baridetin şedidetil berd. Ben keçiden kattu soğuk hiç soğuk keçe. Soğuk keçide. Tekrar soğuk katı boğan. Yüzü soğuk keçinin yüzü soğuk. Lakin soğuk katı boğan bir keçide. Başka keçeden katı boğan bir keçide. İhtilamla kaldım. Fe aşbaktu eğer gusül kılsam halak buluşumdan korktum. Ve zekertu kavlu Allah azze ve celle'nin ve la taqtulu enfusakum innallaha kana bikum rahima diyen ayetini esnedim. Feteyemmemtu fesallayt. Ama teyemmüm kılıp namaz okudum desem fedahike Resulullah ve lem yekul şey. Resulullah külüp gidip eşlime demedi. Resulullah külüp gidip eşlime demedi deydi. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ve sellem ala khayri halkı seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bi rahmetke ya erhamer rahim.